Ushbu videoni oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirish istagida bo'lgan yurtdoshlarimizga jo'natib qo'ying, albatta foydali bo'ladi. 2026-2027 yil o'quv yili uchun oliy ta'lim muassasalariga hujjatlarni topshirish boshlandi. Hujjatlarni topshirish 5-iyundan 25-iyunga qadar davom ettiriladi. 5-iyun kuni boshlangan hujjatlarni topshirish. Xabaringiz bo'lsa, onlayn tartibda, xabaringiz bo'lmasa, O'zBMB sayti orqali ro'yxatdan o'tilib hujjatlar topshiriladi. Hujjatlar topshirib bo'lingandan so'ng imtihon jarayonlari 15-iyuldan boshlanib 25-iyulga qadar davom ettiriladi. Hop, endi xabaringiz bor, imtihonga kirib chiqqaningizdan so'ng 24 soat ichida necha ball yig'ganingiz haqida sizga ma'lumot berishadi SMS orqali yoki bo'lmasam ijtimoiy tarmoqlar orqali. Endi universitet tanlash 8-9 avgustga qadar davom ettiriladi. Qo'shimcha ma'lumot sifatida agarda yurisprudensiya yo'nalishiga topshirayotgan bo'lsangiz, sizga qo'shimcha ma'lumotlarni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalim profil biosida bo'ladi. Bemalol kirib foydalanib olishingiz mumkin bo'ladi.